Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığına bir ayel geldi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men zina qilib koydum dedi. Ketar, ket dedi. Meni quvmangiz dedi. Men de diqqabat bo'lib qoldim dedi. Onda bar tuğup geldi dedi. Vaqt saati kelib ol tuğdu. Tuğup alıp geldi. Men de tuğup geldim dedi. Qarangizda sahabiy ayellerning qay darajada iymonlarining kuchliligini qarangda. Men zina qilib qo'ydim deb bordi. Ya'ni kuyovi bor ayel zina qilib qo'ygan bo'lsa, onu tasviran qilib o'ldiradi. Erkek bo'lsa, ayeli bor bo'lib turib zina qilgan bo'lsa, onu tasviran qilib o'ldiradi-da. Balan tuğup kelib edi, endi balan dedi yemshekdan chiqarib keldi. 2 yil onu yemshekka yemizib, yemshekdan chiqarib keldi. Meni balani yemshekdan chiqarma. Endi onu birovga topsirdi. Shedib chaqqa ayel keldi, mo'yinna sheyin ko'mdi-da, shedib tasviran qilib urib o'ldirdi. Zina istesang bo'ladi. Zina istesang bo'ladi. Qachon o'sha dunyodagi tasviranga chidaydim bo'lsan. Al bizde hazır qo'g'amda zina istemaydigan adam qolmay жатыр. Durustmi? Saunangda bari bor. Ko'shingda da bari bor. Qalalarda qancha yerlerde bor. Tüpten adamlar bile ana zina qiladi dedi. Ana falanchi dedi, ana ko'belek dedi, ana burgut dedi, ana qarg'a dedi. Bärin biladi adamlarchi. Allah saqlasin, zina egerda aşılıp gidedim bo'lsa, zina eğer aşılıp gidemiz o yerge Allah'tan bir belesi gelir. Endi biz oylaymiz, nege endi kemey жатыр deymiz goy. Nege kemey жатыр deymiz. Biroq dinsiz bo'lib qoluding o'zi o'ta ulkan bir musibat bo'l. Ne bir uylar var namaz okunmaydı, ne bir uylar var deret alınmaydı, ne bir uylar var caynamaz yok, ne bir uylar var Kur'an yok, ne bir uylar var azan aytılmaydan uylar var.